Assalomu alaykum, hurmatli investorlar, traderlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bozor holatida, ya'ni 10 ming dollarlik prop akkaunt holatida o'zimizning strategiyalarimiz bo'yicha back test qilib ko'ramiz. Bozor holatida 1% dan risk qilgan holatda aynan men tillo instrumentini tanlab olganimning sababi ko'pchilikka foydali bo'lishligi uchun, ya'ni bilamiz juda ko'p odamlar bizda pro firmalarda yoki bo'lmasam futureslarda ishlashadi yoki bo'lmasam biz o'zimiz aksiyalarda tillo bilan qanday ishlaymiz, tilloni o'zini analiz qilgan holatda, ya'ni futuresning narxlarini analiz qilgan holatda aksiyalarda shu tillo qazib oluvchi kompaniyalar bilan yoki boshqa kompaniyalarda ishlayotganimizda biz tilloni o'ziga analiz qilib, tilloni narxi bay ketadigan bo'lsa o'sha kompaniya aksiyalariga savdo bitimini ochamiz. Yo'q, agar tillo selga ketadigan bo'lsa, u tomonda turgan aktivlarimizni sotishligimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun umumiy holatda har ikkala bozorda ishlaydiganlar uchun ham manfaatli bo'lishini hisobga olib va bilamiz forex bozorida juda ko'p odamlar bozorda aynan shu tilloda pul yo'qotishligini hisobga olgan holatda o'zimizni strategiyalarimizni qani tilloda bir back test qilib ishlatib ko'ramiz. Qanchalar ishlaydi va qanchalar ishlab bermaydi, shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, boshladik. Bizda mana 10 ming dollarlik prop akkaunt hisobi olingan va har safar buy yoki sellga ketganida сделка ochamiz. Oxirida o'sha 10 ta bo'lar yoki 5 ta bo'lar, nechtadir savdoyimizdan keyin statistikamizni tekshirib chiqamiz. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Prop akkaunt ishlaganingizdan keyin buy pozitsiya ochasizmi, sell pozitsiya ochasizmi, buni umuman joiz-nojoizlikka ahamiyati yo'q, chunki siz imtihon bosqichida bo'lasiz. Shuni hisobiga bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Short pozitsiyalarda ham imtihon jarayonida va short pozitsiyalarda ham ko'rishlik biz uchun nima uchun kerak bo'ladi? Aksiyalarda biz long, ya'ni buy pozitsiya ochgan vaqtimizda bozor bizga teskari ketishligini, ya'ni shortga sellerlar kuchayib ketganligini biz bozordan ko'rib olishligini ham o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam analizni boshladim. Bozor bizda poy nuqtalariga kirib kelgan, ko'rib turibmiz kunlik time framelarda va buni hozir biz belgilab olishligimiz hojati yo'q. 4 soatlik time framelarga kirib olaman. Biz bozorda asosan tillo aktivi yuqori o'suvchanlikka ega bo'lganligini hisobiga biz bozorda kichikroq time framelarda yoki 4 soatli yoki 1 soatliklarda strukturaviy buzilishlarda kutishimiz kerak bo'ladi, ya'ni buy pozitsiya uchun. Xo'p, bozorda yaqinlashtirib olamiz va analiz qilishni boshladim. Bizda bozor o'zidan oldingi minimumini buzib o'tib, instrumentlarimizni buzib o'tganidan keyin yuqorida kuchli maksimumlar qoldirgan. Qachonki bu maksimumlarimiz bizda buzib o'tilingandan keyin bizda strukturaviy razvorot boshlandi deb hisobga olishimiz mumkin bo'ladi. Bozorni yurgizib ko'raman. Bozorda bizda ko'rib turibmiz, strukturaviy buzilishlar bo'lib bo'ldi va biz bozor, ya'ni narx orqaga qaytganidan keyin mana bu zonalaridan savdo bitimlarini qarab ko'ramiz. Bozor pastdagi bizga poy zonalarimizga tushmasdan narx yuqoriga yurib ketdi va birinchi savdo pozitsiyasini ochib ko'ramiz. Bizda 1 ga 2 yoki 1 ga 3 buni o'zimiz hal qilishimiz kerak bo'ladi va biz 1% ni risk qilgan holatda limitlarimizni o'rnatib olamiz. Limitlarimiz ishga tushdi.
bozor bizda 1:2 nisbatda yurgandan keyin bezubitga holatiga olishimiz mumkin bo'ladi va bizda bozor уже 1:2 nisbati yurib berdi va keyingi poyez zonalarimizga kirib kelishni boshladi. Buni ham belgilab olamiz va narx shuni ichiga kirib kelgandan keyin kichikroq time framelarda yana savdo bitimlarini ochishimiz mumkin bo'ladi. Bozor bizda ko'rib turibmiz, kichkina time framelarda ham strukturaviy buzilishlar bilan indusementlarni buzgan holatda bozor yuqorilab ketyapti va bizda Fibonacci tortib bozorda 0.38 zonasidan yoki 0.236 zonasidan ham savdo bitimlarini ochishimiz mumkin. 0.38 ga qo'ygan holatda targetlarimizni 1:2 yoki 1:3 nisbatda joylashimiz mumkin bo'ladi. Bunga ham 1% limit o'rnatib qo'yaman. Savdo bitimi ochildi bizda va ko'rib turganimizdek birinchi va ikkinchi savdo bitimlarimiz, ya'ni birinchi savdo bitimimiz 1:3 nisbatda, ikkinchi savdo bitimimiz 1:2 nisbatda plus holatda, ya'ni bizga $520, $10,000 akkauntga nisbatan $520 foyda bilan bozor yopilib berdi va yana ozgina kattaroq time framelarga chiqqan holatda bozor holatini kuzatamiz. Bizda likvid zonalar yig'ilib yotibdi. Asosiy bizda borishligi mumkin bo'lgan zonalar mana bular Fibonacci orqali ham ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasam o'zimiz ko'zimiz bilan bemalol mana bu buy saytlarga qarab narx ketyapti degan hisob bilan bozordan yana keyingi savdo bitimlarini qidirib ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Bularni o'chirib turaveraman xalaqit bermasligi uchun. Bozorda yana yurgizib ko'ramiz. Bizda keyingi poyez zona mana bu bo'lib уже hisoblanib turibdi, lekin bu poyez zona bo'lgani bilan pastdagi hamma zona bizda likvid zona. Bozor bitta chuqur korreksiya berib chiqib ketishligi ham mumkin. Yoki to'g'ri buy saytlarimiz olgani yuqoriga chiqib ham ketishi mumkin. Bozor likvidlarni swip qildi. Ko'ramiz. Biz aytgan zonalarga kirib keldi va yana ham kichikroq time framelarga o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Bizda buni o'chirib turaman. Va bozor olishligi mumkin bo'lgan birinchi va ikkinchi likvid zonamizni belgilab qo'yaman va bu likvid darsliklari alohida tema hisoblanadi va bozorda yana yurgizib ko'ramiz. Bozor likvidlikka yaqin kelgan holatda buni ko'pchilik SMT bilan ishlaydiganlar bilishadi. Bu bizga berayotgan platformada likvid yechilmagan bo'lishligi mumkin. Bu masalan OANda bazasidan olib berilayotgan ekan. Boshqa har xil kotirovkalar uzatilinadigan tarmoqlar bor. Ularda yechib keyin ketgan bo'lishligi ham mumkin. Lekin hozircha bozorda mana buni ozgina orqaga qaytarib turaman. Bizda o'tib ketib qolganligini hisobiga. Bizda nima bo'lgan edi? Bizda mana bu likvidlikka narx yetib kelganidan keyin biz mana bu zonani inducement deb olib
inducement deb olib, bozor shu inducementini tana bilan yorib chiqqanidan keyin narx orqaga откат berishni boshlagan vaqtda yana o'sha o'zimiz bilgan Fibonacci zonamizni olib va bizda 1 minutlik time frame bo'lganligini hisobiga 0.5 dan yoki bo'lmasa yana o'sha 0.38 zonamizdan yana long pozitsiyalar, ya'ni buy pozitsiyalarimizni joylashligimiz mumkin bo'ladi. O'sha aytib o'tgandek 1 ga 2 nisbatda yoki yuqoridagi likvidlarni yetishligi uchun. Endi 1 minutlikda bo'lganligi uchun xohlasangiz 1 ga 3 nisbatda olib kelib qo'ysangiz bo'ladi va bizda bu o'sha Fibonacci'da 1.618 zonasiga ham to'g'ri kelar ekan. Yana ko'rib turganingizdek 1% lik risk bilan savdo bitimiga limit o'rnatdik va bozor bizda ozgina spreadlarda inobatga olmaganligimiz uchun, ya'ni buni ham o'sha ishlagan pozitsiya deb hisoblasak ham bo'ladi yoki ishlamagan pozitsiya ham, lekin ko'rib turganimizdek bizda ideya qanaqa edi, buni ko'rsatib o'tishim mumkin. Bizda ideya nimadan iborat edi? Bozor bizda ko'rib turganimizdek bu strategiyalarni mohiyati nimadan iborat? Price actionda bir haftalik time frame bo'ladimi, 4 soatlikmi, umuman ahamiyati yo'q. Bu strategiyalarimiz shunaqaki 1 minutlik time frame'da ham va 1 soatlik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasida ishlab bera oladigan hisoblanadi va siz qaysi holatda savdo bitimini ochishligini o'zingiz hal qilishingiz kerak. Men odatda 0.5 dan bitta, 0.38 dan bitta va 0.236 dan men 3 ta limit joylashtirib savdo bitimlarini ochaman. Buni endi haligida ishlaganligini ko'rganligimiz uchun bizda o'zi savdo bitimini ishlagan deb hisoblashimiz kerak bo'ladi va shu uchun hozir bu holatda joylashtirib qo'yaman. Oxirida hisobimiz to'g'ri chiqishligi uchun savdo bitimimizni 1 ga 2 yoki 1 ga 3 larga borganidan keyin bezubitka holatiga olib va yoki bo'lmasa mana shu holatda ko'rsatib o'tib ketishim mumkin. Bizda savdo bitimimiz mana ko'ryapmiz 1 ga 2 nisbatga yetib borganidan keyin nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Biz savdo pozitsiyamizni 50 yoki 75% ni yopgan holatda o'zimizni savdolarimizni bezubitka, ya'ni narxni kirgan joyiga olib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va bozor bu joydan yuqoriga ketadigan bo'lsa 1 ga 3 nisbatlarni bemalol olib qolgan pozitsiyalarimiz hisobiga yoki bo'lmasa narx orqaga qaytadigan bo'lsa o'sha qisman yopib olgan foydamizni o'zi bilan bozordan foyda bilan chiqib ketishligimiz mumkin bo'ladi. Va mana ko'rib turibmiz, bu pozitsiyamiz ham o'sha ishlab berdi deb hisoblashimiz mumkin. Va bozorda bitta сделка ishlab bo'lgandan keyin qayta kirishlik tavsiya etilmaydi va yana bitta yuqoriroq time frame ga chiqqan holatda biz qayoqqa ketyapmiz shuni bir marta ko'rib olamiz va ko'rib turganimizdek bozor bularni o'chirib turaman. Bozor bizda bu joyda joylashgan order bloklarimizdan impulsiv harakat olib, mana bu yuqoridagi buy side liquidity'larni yechgani chiqib ketyapti va yana kichikroq time frame ga kirib, o'zimiz uchun qandaydir bir setup qidiramiz. Yana bir narsani aytib o'taman. Bozorga kirganda birinchi bo'lib majoziy ma'noda aytganda siz bozordan ahmoqlarni qidirishingiz kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Bozorda ahmoqlar va aqllilar bo'ladi, boshqachasiga bo'lmaydi. Agar siz bozorda ahmoqlarni ko'rmayotgan bo'lsangiz, bilingki o'sha ahmoq sizsiz. Agar bozorda ahmoqlarni topganingizdan keyingina siz ularni ko'ra olsangizgina, siz bozordan yaxshigina foydali bitimlar ochishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Ko'pincha bu Forexda yoki kriptovalyutada ishlaydigan ukalarimiz yo akalarimizga tegishli bu ahmoq degan so'zni to'g'ridan to'g'ri qabul qilib olmaysizlar. Bu majoziy ma'noda aytilayotgan narsa. Bozor birinchi bo'lib tuzoq qo'yadi
va o'sha tuzog'iga o'sha yangi kirib kelgan o'yinchilarni tortib kelib, ularga kattagina minuslar berib bo'lganidan keyingina bozor o'sha yo'nalish tomon yurib ketadi. Siz o'sha ahmoqlar yig'ilib qolgan joyni topib, qachonki ularni stoplari olingandan keyingina siz savdo bitimini ochadigan bo'lsangiz, siz yaxshigina foydalarda chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Men nimaga 4 soatli yoki 1 soatli time framelarga chiqmayapman? Prosta hozirgi o'zimiz ishlayotgan strategiyalar, ya'ni juda ko'pchilik aytadi, sizlar asosan aksiyalar bilan savdo qilasizlar. Aksiyalarda haftalik, kunlik time framelar bo'ladi. Endi u kutsalaring 1 oyda, 2 oyda boradi. Bu degan juda ko'plab gaplar bor. Shu gaplarni nimasligi uchun men aytib o'tishim kerak. Yo'q, biz xotirjam xohlagan instrumentlarda, u xoh kriptovalyuta bo'lsin, xoh forex yoki xoh aksiya bozori bo'lsin, va xohlagan time framelarda biz o'zimizni savdo setaplarimizga va strategiyalarimizga ishonib savdoga kiramiz. Va men bu joyda trend liniyalardan ham foydalanaman, SMC dan ham foydalanishim mumkin, ICT konsepsiyasidan, men umumiy price actiondan foydalangan holatda savdo bitimlarini ochib ketaman. Xo'p, ko'p gapirib yubordim va yana davom etib ketamiz. Bizga farqi yo'q. Hozir taxminan 5 ta yoki 10 ta сделка ochib ko'ramiz va oxirida statistikamizni qarab ko'ramiz. Ya'ni biz foydadamizmi yoki oxirida zararda chiqdikmi? Bozor aytib o'tganimizdek buy side liquidity'larni yechdi va orqaga откат berishni boshladi. Juda ko'pchilikni bilaman, shu joydan aytib ketishim kerak. Time frame'larda bog'liqligini unutgan holatda 1 minutlik time frame'ga o'tadida, mana bu joyda trend liniya shakllanayotganini ko'radi. Va trend liniya yorib chiqqanidan keyin orqaga откат berishidan mana bu joylaridan savdo bitimlariga kirib olishadi. Stopini oxirgi minimumlarga qo'yib, 1 ga 3 ga qo'yadi mana. Va bu joyda bozor kelib uni stop losslarini olib ketadi. Buni asosiy sabablardan biri 15 minutlik masalan o'rta time frame'dagi premium va diskauntlarga amal qilmayotganligi va boshqa bir kerakli konsepsiyalarga amal qilmayotganligi bo'ladi. Ya'ni bozor bunaqangi impulsiv harakatdan keyin ozgina откат berib chiqib ketishligi mumkinmi? Mumkin. Lekin odatda bozor yoki bo'lmaganda bizda imbalансlarimizni qoplab berishligi kerak bo'ladi yoki hech bo'lmaganda bozor o'zini premium discount, ya'ni 50% gacha kelib berishligi juda ko'p holatda kuzatiladi. Shuni hisobiga yuqori bayga o'sib ketgan instrumentga hech qachon yarim yo'lda ozgina kichkinaroq time frame'larda qanaqadir setup topib olib savdo bitimi ochishlik tavsiya berilmaydi. Mana aytib o'tganimdek, bozor yaxshi откат berdi. Bu impulsdan keyin chiroyli откатlarini berib bo'ldi va biz shu joyda endi kichikroq time frame'ga kirib bemalol tasdiqlarimizni kutishimiz mumkin bo'ladi. Bunaqangi tushish yoki bunaqangi chiqishlarda savdo pozitsiyalari ochmaslik tavsiya beriladi. Biroz kutishimiz kerak, ya'ni o'zimiz bilgan qanaqadir bir setup shakllanmagunicha. Mana bu joyda bir marta urinib ko'rsak bo'ladi, ya'ni kuchli qarshilik zonamiz yorib o'tildi va bu qo'llab-quvvatlash zonaga aylanib qoldi. Narx shularning atrofiga kelganidan keyin stop losslarimizni pastga qo'yib savdo bitimlarini ochishligimiz mumkin bo'ladi. Mayli, buni ham bir urinib ko'ramiz va yana o'sha o'zim aytganimdek Fibonacci zonalarini bu joyda ham 0.5 zonaga qo'yib stop losslarimizni pastga va take profitlarimizni 1 ga 2 yoki 1 ga 3 nisbatga qo'yib
savdo bitimlarini, limitlarini o'rnatib ko'ramiz va ko'ramiz qay holatda ishlab berar ekan. Bizda savdo pozitsiyalari ishga tushdi. Va eslatib o'taman, 1 ga 2 nisbat yurib bo'lganidan keyin bu savdo bitimini agar biz stoplarimiz urib ketmasa, chunki bu joyda juda likvidlar ko'rinib turibdi, bozor bitta tushib tozalab keyin chiqib ketishligi ham mumkin. Kattaroq time frame da bir ko'rib olamiz. Va bizda bozorda Fibonacci da o'chirib turaman, ko'zimizga xalaqit bermasligi uchun. Bizda oddiy patronlarga murojaat qiladigan bo'lsak, mana bu holatda turibdi. O'sha kichkina time frame da o'zidagi support resistance zonalari bilan ishlaganligimiz bizda o'sha shu xatolik bo'ldi, lekin shu joyda savdo bitimini yopib yuborishimiz ham mumkin. Chunki bizda hali 0 holatda turibdi. Bozor bu joylargacha kelib, mana bu likvidni tozalagandan keyingina savdo bitimini ochishimiz mumkin ekan. Ana ko'rib turibmiz va hozir bu pozitsiyani 100% yopib turaman. Buni o'chirib turamiz va o'sha aytib o'tganimdek, mana bu joylarni biz likvidlik hisobida olib va keyingi pastdagi zonani ham likvid zona hisobida olib, agar shularni yechganidan keyin bozor bizga tasdiq beradigan bo'lsa, yana buy pozitsiyalarini qidirib ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Ko'ramiz. Birinchi likvidlik olindi va 1 minutlikda men indumentlarimni belgilab olaman. Narx ikkinchi likvidligimizni ham yechib bo'lgandan keyin indumentlarimiz bu joyga ko'chib o'tdi va bu likvid zonalarda tozalab bo'lgandan keyin bu joyga olib turamiz. Agar narx hozir indumentlarimizni buzib o'tgandan keyin savdo bitimlarini ochib ko'rishligimiz mumkin bo'ladi va biz ko'rib turibmiz, bizda indumentlar yechildi, bozorda orqaga откат berishligini kutishimiz kerak bo'ladi. Bozor orqaga откат berishni boshladi. Bu joyda o'sha aytib o'tib ketganimdek 0.5 yoki 0.38 zonasidan savdo bitimlarini ochishimiz mumkin bo'ladi. Bizning targetlarimiz 1 ga 2 yoki 1 ga 3 nisbatlarda keltirib joylab olamiz va limitlarni qo'yib olaman. Ko'ramiz. Bozor bizda impulsiv uchib ketdi. Nimaga? Chunki pastda ikkita yaxshigina likvid zonalarni tozalaganidan keyin savdo bitimi bizga hech qanaqa imkoniyat bermadi. Ya'ni 0.5 zonalarimizga kelmagan holatda bozor shunchaki uchib chiqib ketdi. Hech qaysi zonadan bizga imkoniyat bermagan bo'lardi ekan. Mana bu order flowlardan ham savdo bitimini ochib ko'rmoqchi bo'lgan taqdirimizda ham ko'rib turibmiz, bozor bizga hech qanday imkoniyat bermadi. Lekin yo'nalishlarimiz to'g'ri. Biz mana shu buy pozitsiyalarini kutgan edik, lekin bozor hech qanaqa imkoniyat qoldirmasdan narx yuqorilab ketdi. Endi yana kattaroq time frame ga o'tib, bozor holatini ko'rib olamiz. Mana bozor juda chiroyli holatda likvidlarni tozalaganidan keyin yuqori o'sishlikka qarab ketib qoldi. Biz nima qilishimiz mumkin? Chiroyli pozitsiyalar ushlab olgan bo'lar edik. Mayli, yana ham yuqoriroq time framelarga o'tgan holatda bozorni tozalab bir qator ko'rib olamiz. Va bozorga keyingi bormoqchi bo'layotgan zonalarni belgilab olib, keyingi narx harakatlarini orqaga qaytishni kutamiz va mana bizda bozor orqaga qaytib beryapti va bu bizga mana bu holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, narx shu yaqin o'rtalarga kelganidan keyin savdo bitimlarini qarab ko'rishimiz mumkin bo'ladi kichikroq time framelarda.
Kutamiz. Ozgina shoshilib qo'ydim. Bozor mana bu joyda turgan poy zonalarimizdan уже indusimentlarimizni buzib o'tdi. Indusimentlarimiz buzib o'tilinganidan keyin bizda agar orqaga откат beradigan bo'lsa bozor savdo bitimlarini ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. nol besh yoki 0.32 zonalaridan savdo pozitsiyalarini joylashtiramiz va bizga 1:2 yoki 1:3 nisbatlarga keltirib joylab qo'yaman. Ko'ramiz. Bizda savdo pozitsiyalarimiz ishga tushdi. Buni bir chekkaga surib qo'yamiz va keyingi order flow bo'lgan zonalarimizdan ham bozor qaytib keladigan bo'lsa, savdo bitimlarini yana ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu order flow zonamiz va bozor orqaga откат berdi. Keling 0.5 dan ulgurmadik, 0.32 ga savdo pozitsiyalarini joylashtirib qo'yamiz. 1:3 nisbatda. Bunga ham 1% limit bilan kiramiz va mana bu birinchi holatdagi bizda ishlab berganda bezubitga holatiga olib kelib qo'yishimiz mumkin. Mana bu joylarga olib kelib qo'yamiz. Mana bu pozitsiya haqida gapiryapman. Agar bozor orqaga qaytib ketib qoladigan bo'lsa, bizda ikkita emas, bir donagina stop loss bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi savdo bitimimiz ham ishga tushdi va o'sha aytib o'tib ketganimdek, bizda bitta stop loss bilan bozor yopildi, ikkinchisi bezubitga holatida yopildi. Xafa bo'lishga hech qanaqa asos yo'q. Bozorda shunaqangi holatlar ham bo'lib turadi. Chunki birinchi mana bu zonadagi impulsiv harakatni o'tkazib yubordik, endi bozor qaytib kelib mana bu zonani olib ketishlik ehtimoli уже 80-90% tashkil qiladi va mana shu likvid zonamiz olinishini kutib turishni ma'qul ko'raman. Ana aytib o'tganimdek, bozor ahmoqlarni o'ziga chaqirdi, ya'ni mana shu zonalardan o'sha mana indusimentlarni buzdi deb 15 minutlik time frame'ga olib o'tadigan bo'lsak, bozor narx yaqin kelib tushdi va mana bu zonalardan o'sha yuqorida yopilib, bizga fake harakatlar ko'rsatib berib, hammani savdo bitimiga kirishlikka majburladi va mana bu joyda savdo bitimlariga kirib stop losslarini pastga qo'yganlardi, bemalol mana stop losslarini yig'ishtirib ketdi. Lekin bu holatda o'zida ham savdo bitimi ochishlikka shoshilmagan ma'qul, chunki bizda himoyalangan stop loss hozircha umuman ko'rmayapman. Stop loss mana bu joyda turishi kerak. Biror marta hali bozorda shunaqa narsa bo'ladiki, bozor yurib kelib turib bitta likvidni yechib keyin chiqadigan bo'lsa, mana shu joy bizda himoyalangan stop loss vazifasini bajaradigan narx bo'ladi, lekin men hali unaqa holatni bu tomondagi chartda ko'rmayapman. Shuni hisobiga bozorda biroz yurgizib ko'ramiz. Bozor hech qanaqa imkoniyat bermayapti. Endi mana bu holatda ko'rishligimiz mumkin, ya'ni bizda pattern shakllandi, mana bu joyda buzib chiqdi deb savdo bitimiga kirmoqchi bo'lganlar kirishligi mumkin, lekin o'sha aytib o'tgandek himoyalangan minimum mana bu joyda joylashdi. Bizda agar biz hozir savdo bitimini ochadigan bo'lsak, stop loss oralig'imiz nihoyatda kattalashib ketadi. Shuni hisobiga biroz kutishlikni afzal ko'raman. Agar narx hozir mana bu limitimizni yetishligini hisobga oladigan bo'lsak, men mana shu joydan
savdo limitini joylashim mumkin stop losslarni bu joyga keltirgan holatda va keling risk qilishga bizda imkoniyatimiz bor, chunki $643 biz plyusda turibmiz. Shuni hisobiga shu joyda yana 1% savdo bitimini ochishim mumkin. Yo'q, yana stop loss oldik. Hech qisi yo'q, kutamiz. Bitta kattaroq time frame'ga olib o'tib ko'raman. Bizda hali ham kasha holatida ketyapmiz. Lekin 1 soatlikda himoyalangan maksimumlar bermayapti bozor. Ana endi bemalol mana bu joyda himoyalangan minimum deb olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bozor agressiv o'sib ketadi endi. Aytib o'tgandek, chunki bozor o'zini mana bu maksimumini yorib chiqib keta olmayotgan edi. Bu narsani biz ko'rmay qoldik. Lekin bu joyda nima qilishimiz mumkin edi, ko'rsatib o'tib ketaman. Bozor shunaqangi o'zini buzib chiqib keta olmayotgan zonalaridan chiqib ketganidan keyin bu joyda bir marta ko'rsatib o'tib ketaman, chunki hozir o'zim tez yurgizib yuborganligim hisobiga bu ham qo'shimcha bir bilim vazifasida bo'lib ketadi. Bozorda shu yurib ketgan holatini ozgina orqaga qaytarib olyapman. Mana bizda oddiy ko'z bilan ko'rganda ham o'zi bilinib turibdi, 1 soatlik time frame'da bozor o'ziga qarshilik zona yasab olganida va bu qarshilik zonasini yuqorisida yopildi bozor. Yuqorisida yopilgandan keyin biz kichkinaroq time frame'larga o'tgan holatda mana shu zonani oxirgi buzib chiqishda ishtirok etgan mana bu impulsiv harakatni, ya'ni mana bu impulsiv harakatni yarimidan savdo bitimlarini ochishimiz mumkin bo'lardi. Ya'ni qanday? Mana bu holatga olib kelgan holatda bizda 0.5 yoki 0.38 zonamiz bor. Bunga savdo bitimini xohlang 0.5 dan, xohlang 0.38 dan, xohlang mana shu zonangizni o'ziga tasdiq beryapti. Ya'ni zonalaringiz bor va kichkina time frame'ga o'tib olishligimizdan maqsad bizda stop loss qo'yishlik uchun muhim urovenlarimiz bor. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Bunaqangi katta zonalardan savdo bitimlarini ochishdan oldin biz yana katta time frame'ga chiqib olgan holatda biz qayerlarga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Biz ko'rib turibmiz, bu high olingandan keyin keyingi bizda bozor borishligi mumkin bo'lgan zona mana bu buy side liquidity zonalarimiz bo'lib qoladi va narxni shu joyga olib kelishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi yana 5 minutlik time frame'ga o'taman. Bu joydan limit joylaganimizdan keyin yana bizda ikkinchi marta savdo bitimini, buni katta time frame'da kirdik va kichkina time frame'da tasdiq bersa yana savdo bitimiga yana limitlar joylashimiz mumkin bo'ladi. Buni bir tomonga surib turaman, bizga xalaqit bermasligi uchun va bozorni yana yurgizib ko'ramiz. Uzr. Bizda bozorda kichikroq time frame'ga o'tamiz va industrimentlarimizni belgilab olishligimiz kerak bo'ladi.
Ya'ni agar mana bu zona buziladigan bo'lsa, bizda kichkina time frame'da ham уже buy zonalarimiz ishga tushgan bo'lib hisoblanadi va bizda endi keyingi industrimentimiz bunga aylanib qoldi. Kuzatamiz. Bizda bozor ko'rib turganimizdek 1 minutlikdagi tasdiq olganidan keyin narx orqaga qaytayapti va biz nima qilishimiz mumkin? Mana shu zonalarni o'zidan, ya'ni order flow zonalarimizdan, buni oldingi darslarda ham ko'rib o'tganmiz. Order flow zonalarimizdan savdo bitimlarini ochib, yo bu joy yoki 1 ga 3 nisbatlarda qo'yib savdo bitimlariga limitlar joylashimiz mumkin bo'ladi. Agar sizda o'sha yuqoriroqlarda siz kutib turganligingizni inobatga oladigan bo'lsak, siz savdo bitimini mana bu joyda yopmasdan siz buni yuqoriroqlarga ko'chirib qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz nima qilishingiz kerak bo'ladi? Bu joyda aynan mana bu zonamizdagi stop losslarimizni o'zimiz bilan olib yurishimizga to'g'ri keladi va bitta narsani ham inobatga olish kerak, hech bo'lmaganda yarmini bekitib olgan holatda. Chunki bu savdo pozitsiyamiz уже 1 ga 3 nisbatlarga borib qoldi. Buni stopini surib o'zimiz bilan ko'tarib olib ketaveramiz va mana bunisini esa mana buni o'sha savdo bitimi ochgan narximizga, ya'ni bezu bitga narxiga olib kelib qo'yamiz. Bu mana bu yuqorida ochilgan pozitsiyamiz. Buni oxirigacha ishlashligini kuzatib turamiz. Bizda likvidlar yechildi va himoyalangan stop loss zonamiz bizda paydo bo'ldi. Keyingi nimamizni bunga surib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu joylarda o'zidan ham yana qo'shimcha savdo pozitsiyalarini ochishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bunaqangi holatlarda 0.5 yoki 0.38 zonasidan savdo bitimlarini ochishimiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Bu savdo bitimimiz stop loss oldi. Hech qisi yo'q. Bunisi esa qanchadir miqdorda foydada yopildi. Buni olib turamiz. Mana bu bitimimiz bezu bitga holatida, savdo bitimi ochilingan holatida ketyapti. Bizda nima bo'ldi? Mana bu joydagi likvid zonalar yechildi va bozor yana yuqoriga qarab ketishligi mumkin. Va ko'rib turganimizdek, bozor yana chiroyli holatda pastga yetib keldi. Yana birorta savdo bitimini ochishga harakat qilib ko'ramiz shu joyda. Ya'ni mana bu industrimentlarimiz yechilingandan keyin bozor orqaga atkat beradigan bo'lsa, keyingi Fibonacci zonalarimizdan yana savdo bitimlarini ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bozor bizda atkat berishni boshladi. 0.38 zonamizdan savdoyimiz uchun limit joylashtirib ko'ramiz. Mana bunaqangi holatda. Yo'q, bozorni ko'rdik, bizga kelib bermadi. Mana bu limitimiz nima uchun kelmaganligini hozir bitta ko'rib chiqamiz. Buni mana bu Fibonacci tortgan zonamiz deb belgilab olaman. Buni mana bu yoqqa ko'chirishligimiz kerak bo'lar edi. Va savdo bitimimizni bu holatda joylashtirib, mana 0.32 va buni yana o'sha 1 ga 3 nisbatda qo'yganimizda bu savdo bitimimiz ham mana ko'rib turibmiz, ishlab bergan
bo'lar edi ekan. Umumiy holatda bizda shunaqangi holat bo'ldi. Biz уже o'chirib qo'yaveramiz hamma pozitsiyalarda. Yana o'zingizga kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa holatlarda time frame'larni bir-biriga bog'lagan holatda va likvid zonalarni bir-biriga belgilab foydalangan holatda o'rganayotgan strategiyalaringizni o'zaro kollaboratsiya qilib, shunaqangi backtestlar qilib, savdo bitimlarida o'zingizni sinab ko'rishligingiz mumkin bo'ladi. Biz endi hozir umumiy ishlatgan, adashmasam bir 10 tacha savdo ochdik, yo 7 ta yoki 10 ta. Shu savdo bitimlarimizni qanchalik ishlab berdi, nima bo'ldi, shuni analitika bo'limiga o'tib analiz qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda adashmabman, rosa 10 dona savdo bitimini ochibmiz. Va bizda bu bor yo'g'i 50% win rate beryapti xolos. Ya'ni siz tushunishingiz uchun aytib o'taman. Siz savdo qilayotgan savdo strategiyangiz 50% win rate bilan ishlagan holatda ham sizga 10 ta savdoda yaqin 10% profit beryapti. Ya'ni sizda agar $10,000 depozit boshqaradigan bo'lsangiz, sizga o'sha yaqin $1,000, $100,000 depozit boshqaradigan bo'lsangiz, sizga $10,000 foyda berayotgan bo'lyapti. Va bizda bu necha kun ichida bo'lyapti? 3-martdan boshlanyapti va 13-mart, ya'ni 10 kun ichida siz 10%, ya'ni kuniga 1% dan foyda qilyapsiz va o'rtacha sizni erroriz 2,5 bo'lyapti. Mana bu yerda ko'rsatib turibdi, 5 ta foyda va 5 ta zarar bo'ldi. Bu joydagi bugungi backtestimizdagi strategiyalarda aynan shu sizlarga ko'rsatib berilgan YouTube'da qo'yib borilayotgan shu darsligimizdagi ozgina bo'lgan strategiyalarni o'zini bir-biriga bog'lagan holatda ishlatdik. Shu holatda o'zida ham win rate 50% bo'lgan win rate asosida, ya'ni 5 ta o'xshadi, 5 ta o'xshamadi bo'lgan asosini o'zida ham bizda yuqori natija, ya'ni 10 kunga kuniga 1%lik plyuslik natija, bu juda chiroyli natija hisoblanadi. Shuni o'zi bilan yaxshigina yakunlab oldik. Bundan nima demoqchiman? Agar siz qaysidir savdo bitimlaringizda stop loss yoki boshqa oladigan bo'lsangiz ham oddiygina shu narsaga e'tibor bering. Siz 50% win rate ning o'zi bilan ham foydada chiqib ketishligingiz mumkin. Men o'zim hozirgi kunda ishlatayotgan strategiyalarim, ular bo'yicha hozir backtest qilmadik, chunki baribir tushuntirib bera olmayman. U uchun juda boshqacharoq yondashish kerak bo'ladi. Adashmasam hozir va mana shu narsani ko'rsatib o'tib ketmoqchi edim. Men o'zim savdo qiladigan strategiyani win rate почти 70%, ya'ni 30 ta savdo bitimdan 20 tasi plyusda yopiladi. Bu degani 10 ta savdodan 7 tasi take profit bilan yopiladi va 3 tasi stop loss bilan yopilar ekan. Ya'niki oddiyroq strategiyaga yaxshigina ter to'kib ko'plab qo'shimchalar qo'shsangizgina sizda win rate yana 20% ga ko'tariladi degan. Lekin bu juda katta natija hisoblanadi. Chunki 37% 30 ta savdoda 37% win beriladigan bu profit ham juda yaxshi savdoga sizga yaxshigina plyus beradigan hisoblanadi. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, sizda agar kunlik day trading bilan shug'ullanmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, sizda oddiygina mana bu olayotgan texnikidagi bilimlaringizni o'zi kamlik qiladi va sizda mana bu win rate 50 emas 30 chiqib qoladi va sizda shu win rate bilan, ya'ni 30-35% win rate bilan ham 0 holatida yurishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni day tradingda. Lekin bu narsa sizni psixologiyangizga albatta ta'sir qiladi
va shuning uchun texnicheskiy analiz, ya'ni day traderlar uchun yoki bo'lmasam o'sha haftalik qisqa muddatli savdo qiladigan treyderlar uchun texnicheskiy analizga ko'proq urg'u berishligi bu talab qilinadigan va psixologiyalar ustida yaxshiroq ishlashligi talab qilinadigan narsa hisoblanadi. Sog' bo'linglar. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shulardan iborat edi. Agar yana bir qanaqadir qo'shimcha narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalar bo'limiga kirib yozib ketadigan bo'lsangizlar, ularni ham vaqtimizga qarab ko'rsatib berishlikka harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.